Bu xurmolar haqida qancha gapirsak, qancha maqtasak kamu, lekin men bilgan ozgina narsani sizlarga gapirib beraman. Kimyoviy moddalarni. Xurmoda kaliy moddasi bor. Bu yurak va qon bosimini me'yorlashtirib, bir ritmda ishlashini ta'minlaydi. Undan keyin magniy bor, asab tizimini tinchlantiradi. B6 vitamini bor, energiya almashuvida ishtirok etadi. Yana A vitamini bor, bu ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi. Keyin bir qator antioksidantlar bor. Bu organizmni qarishdan saqlaydi bu. Keyin tabiiy shakar bor, energiyaga boy mahsulot. Va albatta temir moddasi ham bor. Faqat bu ozroq ekan, ya'ni 1 kiloda 7, 8, 10 mikrogrammgacha temir moddasi bo'lar ekan. Odatda inson organizmi uchun kundalik temir moddasini qoplash uchun oddiy odamlarda 8, 10, 12 gram, hatto homiladorlarda 27 mikrogrammgacha temir moddasi iste'mol qilish kerak. Buni agar faqatgina xurmo bilan shuni qoplayman desangiz, erkaklar 1 kilo, ayollar, homilador ayollar 2 kilogacha kuniga xurmo yeyish kerak bo'lar ekan. Albatta buni iloji yo'q. Buni oson yo'li, kundalik ovqatlaringizda tibet tuzidan qo'shib foydalansangiz, ham temirga bo'lgan kundalik ehtiyojingizni qoplaydi, ham homilador ayollarda folik kislotaga bo'lgan ehtiyojini 100% qoplaydi.